Hurmatli VB haydovchilari, sizlarga yangilik bonuslar o'zgaryapti. Men taxmin qilgandek, soni oshirilyapti. Adashmasam, soatli smenalar bekor bo'lib, hamma общий bittalik sonliga o'tadi. 25 ta zakaz qilgan odam 1.450.000 garant pulni oladi. Brendlilar 1.700.000 oladi. Undan pastlari ham shunaqa qo'shilgan, xullas 3 ta qo'shilgan zakazlarga. Bundan maqsad nima? Hamma vohmaga shugunaga tushyapti-yu, lekin agar soatli zakazlar yopilsa, smena yopiladigan bo'lsa, mana bu kolичествoli bonuslarga ta'siri bo'ladi va bu zakaz ko'payadi. O'shani hozirda soatli bonuslarni, soatli smenani borligini hisobiga sistema shunaqa aqlli ishlanganki, ularga zakaz beradi. Kolичествoli bonuslar faqat kechasi yurishini ta'minlaydi.